Usmonova, eringizga telefon qildingizmi? Keyingisi siz ketasiz bugun uyingizga. 15 minutdan keyin sizni vyipska qilamiz. Tayyor turing. Aman tayyorman, kutib o'tirman qachon qo'yib yuborarkansizlar deb. Allo? Yandexmi? Kelasizmi? Nima? Taksi chaqiryapsizmi? Jonginam, bu meni 3-chi tug'ishim. И вообще ikkinchi bolamni tuqqanimda уже taksida ketishni boshlaganman. Voy, yaqinda tuqqan bo'lsangiz, eringiz qani? Mers mashinalar, Mickey Mouse'lar qilmaysizlarmi? Tavba. Erim ertalabdan kechgacha ishda. Aman borib hozir qilib ovqat solib qo'yaman. Voy, shunaqa ahvolda ham chiqsa bo'ladimi raddomdan? Xavrat tapichkalarda ahvolingizni qarang. Nima qildi ahvolimga? Yo'q, qonunda yozib qo'yibdimi raddomdan qanaqa chiqish kerakligini. Nima qilaman, u ayiq, Mickey Mouse, 2-3tadan inomarka mashina prokatga olib. Meniki emas-ku, o'zim aldab nima qilaman? Tavba. Orzu havasingiz yo'qmi? Orzu havasamcha qurib ketsin. Undan ko'ra shuni puliga bolamga kasha olaman. Ha. Mayli asalim, men bora qolay, hali qaynanam kelguncha uylarni yig'ishtirib ovqat ham solib qo'yishim kerak. Taksiz kelmadi-ku hali. Nima qilaman, kutib taksini? Peshkom ketaman. Uni puliga undan ko'ra 4 tadan olib olaman. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Voy, astag'firulloh. Paq.